bir donishmand aytgan ekan. Men vaqt nimaligini bilaman, lekin mendan vaqtni so'rasalar nimaligini ayta olmayman degan ekan. Biz o'zimizni ovutish uchun vaqt o'tyapti deymiz, aslida o'zimiz o'tib boryapmiz. Kechagina birga katta bo'lgan do'stimiz ana mana deguncha bugun qiz uzatyapti. Vaqtni o'tishini qarang. Mana bugun mo'jiz to'yxonasida do'stimiz, ham rahbarimiz Ostonov Otabek osh beryaptilar. Do'stlar bilan hozir birgalikda kirib jarayonlarni ko'rib boramiz. Mana Buxoromizning eng katta hunarmandlari, ustalarimiz tashrif buyurdilar. Otabek do'stimiz bilan birgalikda ishlab, hamkorlik qilib, yoshlikdan birga katta bo'lgan do'stlarimiz. Ko'pchilik bu narsani bilmaydi. Nega Buxoroda, ayniqsa Buxoroda padar oshi, nahor oshi o'sha saharlikda berilgan. Bu tarixga yuzlanadigan bo'lsak, vaqtida to'ychi mehmonlarini, shu qarindoshlarini to'yga xabar qilganda ular yo'l uzoqligi sababli tunda chiqishgan va saharda yetib kelgan. Saharda yetib kelganda ularni qorinlarini to'yg'azish maqsadida, balki yo'l yurgan, och qolgan, shunda ularni qorinlarini to'yg'azib, xursand shu uyga kirsin, uyga xayr baraka kirsin deb to'ychi ularga barvaqt osh qilib, nahorga osh tarqatilgan. Yana bitta aniq fakt, Buxoroning sofi oshi hech qachon og'irlik qilmaydi. Ko'pchilik aytadi, nega ertalabdan og'ir osh berishadi, bosh qozonga zarar deydi. Yo'q, lekin sof oshning hech qanday zarari yo'q.